Respublikamiz hududlarida, jumladan tog' va tog'oldi hududlarda kuchli yog'ingarchilik haqida ma'lumot kelib tushdi. Bu o'z navbatida sel toshqin suvlarini keltirib chiqaradi. Ushbu vaziyatni inobatga olgan holda jamiyatimiz boshqaruv raisi rahbarligida shoshilinch yig'ilish o'tkazildi. Unda GES, kaskadlar va omborlarni xavfsiz ishlatish, mavsumni betalofat o'tkazish hamda tizimli tayyorgarlikni kuchaytirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Sel toshqin xavfi yuzaga kelganda suvlarni betalofat o'tkazish, barcha gidrogen inshootlarni doimiy ishchi holatini saqlash va nazorat qilish vazifasi yuklatildi. Bunga asosan jamiyatimizning mas'ul xodimlari har bir obyektlarga biriktirilib, joylarga safarbar qilindi. Ayni paytda Andijon, Ohangaron, Chorvoq, Hisorak va To'polon suv omborlarida sel toshqin suvlarini betalofat o'tkazish maqsadida kecha-yu kunduz navbatchilik brigadalari tashkil etilgan. Gidrotexnik inshootlari, bosim ostida ishlovchi gidromexanik qurilmalar, zadvishkalar, zatvorlar ishchi holati tekshirilib, ehtimoliy avariyalarning oldini olish choralari ko'rilmoqda. Barcha obyektlardagi avariya zaxira materiallari jamlanmoqda. Yonilg'i moylash materiallari zaxirasi shakllantirildi. 2026-yil sel toshqin mavsumini betalofat va xavf-xatarsiz o'tkazish maqsadida energiya hosil qiluvchi korxonalar hamda suv omborlarida barcha zaruriy tashkiliy va texnik choralar ko'rilgan.